Aka, signal bosmay turing, hozir 1 daqiqa. Assalomu alaykum, ma'zur tutasiz, tez-tez gapiraman. Chunki bankka shoshilyapman. Aytishlaricha u yerda $500 pul tarqatishayotgan ekan. Banklar $500 pul ulashyaptimi? Yo'q, aslini olganda unday emas. Bu shunchaki ma'lumotni noto'g'ri talqin qilish ortidan kelib chiqqan mish-mish. Asl yangilik esa quyidagicha. Endilikda bankdan 500 AQSh dollarigacha bo'lgan naqd chet el valyutasini shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz olish mumkin bo'ladi. Bu haqda Adliya vazirligi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan idoraviy hujjatda so'z boradi. Amaldagi tartibga ko'ra 100 AQSh dollarigacha bo'lgan summada bu ko'rinishdagi tasdiqlov talab qilinmas edi. Endi esa limit oshdi. 100 dan 500 gacha. Pasport, ID karta yoki ularning o'rnini bosadigan boshqa hujjatlarga hojat yo'q. Hozir shundoq qarindoshlik video tashib oling. Ushbu loyiha roppa-rosa 3 oydan keyin kuchga kirishi belgilangan. 3 oy vaqt o'tganidan so'ng banklarning eshigini tepmasdan xushmuomalalik bilan kirib ushbu imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Yengillik ulashuvchi yangiliklarni birinchilardan bo'lib yetkazib boradigan Millar dasturidan uzoqlashmang.